Gedirem bu akşam, gedirem gülüm. Bilirem gülümüzün solacak sensiz. Gedirem. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli mijoz, sizda nima muammo? Doktor, farzandimni tekshiruv natijalari olib kelgan, ko'rib bering. Tushunarli. Hozir ko'rib chiqamiz buni. Tushunarli. Farzandingizni miyasi sog'lom, ammo to'g'ri ta'lim maskani tanlanmagani uchun farzandingizning miyasida ba'zi bir o'zgarishlar mavjud. Doktor, buni qanday to'g'rilash mumkin? Ha, eng to'g'ri yo'l farzandingizni Gulistondagi eng ilg'or maktablardan biriga berishingiz kerak. Misol uchun, qaysi maktablarni tavsiya berasiz? Farzandingizni Rijbo xususiy maktabiga o'qishga bering, chunki u yerda zamonaviy metodikalar asosida kuchli ustozlar tomonidan darslar o'tiladi. Shuningdek, meni o'g'lim ham ushbu maktabda tahsil olib kelmoqda. Shuning uchun ham men sizlarga bu maktabni tavsiya qilaman. Tavsiyangiz uchun rahmat. Buni albatta inobatga olaman. Mayli, salom